Olimlar quloqni paxtali cho'plar bilan tozalamaslikka chaqirdi. Amerikaning Otolaringologiya akademiyasi quloqlar gigiyenasi bo'yicha yangilangan klinik qo'llanmani chiqaradi deb yozadi Daryo.uz nashri. Quloqdagi oltin gugurt organizmning eshitish yo'lini himoya qilish, moylash va tozalash uchun mo'ljallangan sekreti hisoblanadi. Eshitish yo'li terisining muguz qatlami ko'chishi pastga jag harakati bilan birgalikda oltin gugurtning asta-sekin bilan tashqariga siljib chiqishini ta'minlaydi. Ko'pchilik odamlarda eshitish yo'lining o'ziga xos anatomik va fiziologik xususiyatlari tufayli quloqda ko'p miqdorda oltin gugurt to'planib qoladi. Quloqdagi oltin gugurt organizmning eshitish yo'lini himoya qilish, moylash va tozalash uchun mo'ljallangan sekreti hisoblanadi. Eshitish yo'li terisining muguz qatlami ko'chishi pastga jag harakati bilan birgalikda oltin gugurtning asta-sekinlik bilan tashqariga siljib chiqishini ta'minlaydi. Ko'pchilik odamlarda eshitish yo'lining o'ziga xos anatomik va fiziologik xususiyatlari tufayli quloqda ko'p miqdorda oltin gugurt to'planib qoladi. Tashqi eshitish yo'lini tozalashda ba'zilar yordamchi vositalar, masalan, paxtali cho'plardan foydalanadi. Ammo yangilangan qo'llanma mualliflari tadqiqotlariga tayanib fikr bildirishicha bunday amaliyot nomaqbuldir. Xususan, olimlar quloqlarni haddan tashqari ko'p yuvish va ularni begona buyumlar kiritish orqali tozalashdan voz kechishni tavsiya qiladi. Chunki bu eshitish yo'liga salbiy ta'sir ko'rsatishi, infeksiya va quloq suyaklarining joyidan siljishiga olib kelishi mumkin.